Assalomu alaykum aziz mijozlar, biz sizlarga bitta yukimizni ko'rsatamiz. Bunaqangi kolyaska. Bu kolyaskamizda o'ta maxsus. Chunki buni kargosini kubi mijozimizga o'ta qimmat bo'lib ketmasligi uchun shunaqa yetkazib berganmiz. Mana kartonda kelgan o'ziniki. Razmeri katta. Ushbu mana shu hozir tovarimizni mijozimiz ofisiga kelib olib ketadilar. O'zi aslida mijozimizga birinchi marta zakaz qilib turgan paytlarida ushbu mana shu kolyaskani bundan tashqari yana o'zlariga ham o'rgatib qo'yuvdik, o'zlari ham har xil narsalar buyurtma beribdilar. Xuddi mana shu kolyaskani zakaz qilaman, agar yaxshi yetib kelsa yana boshqa narsalar ham buyurtma qilaman aytishuvdi. Qilib turganingizdek ushbu yuklarni biz yetkazib berdik. Mana hozir yana rasmini qoldiramiz. Albatta biz sizlarga xohlagan narsani Xitoydan kerakli bo'lgan narsani sifatli va arzon narxida albatta sizlarga birinchi qo'l olib kelib beramiz. Shuning uchun Optimum 18 dan uzoqlashmay, har doim buyurtma qilavering. Albatta yangi mijozlarga ham tegishli savollaringiz bo'lsa, bizga darhol aloqaga chiqib, bizdan xohlagan ma'lumotlaringizni olsangiz bo'ladi. Mana mijozlar bizdan birinchi marta zakaz qilgan. Mana ofisimizga keldilar, mana yugurib olib ketishyapti. Xohlagan tovaringizni sizga tez va ishonchli yetkazib beramiz.